Cigerni mayqaplash, cigerning besimi ortib ketish, ciger yallig'i, hatto ciger zaiflashish. Mushu ahvolda go'sht kebabni ko'p yegan bilanlam, issiqlikni bek qilganlik bilanlam munosabatlikmi? Bugun mush qarindoshlarningki kallasida xato bo'lgan bir qarash to'g'risida bormoqchimiz. Yana cigerga suvoqlik qilsak yaxshi bo'ldi. Cigerning issiq ichib qolsa bo'lmaydi degan bir qarashda borkan. Bugun film nihoyat muhim. Filmimizda tibbiy adolatlar ko'p bo'lg'achqa turib ketib qoldi. Shuning uchun yurak belgisini besib o'tib, inkaslarni ko'proq gulni belgisini yo'l o'tib, atrofingizga yaqin yo'qingizga yo'l o'tib, ondan ko'proq qarindoshlar vaqtida foydalanasın. Yine biz ko'p qarindoshlar maslahat bergan bo'ldik. O'rtoqlashgan bo'ldik. Hammasini kallasida suvoqlikdan, qatiq ichibdim, to'xtamay, piyoz yebdim, limonni damlab ichibdim deb bunday gap qildim. Bu jigarga suvoqlik qilaversak zodi bulanti bo'lmaydi. Bo'lmaydi qarindoshlar. Jigar degan suvoqni xohlayotgan a'zo emas. Issiqlikni xohlamaydi, suvoqni xohlamaydi. Bu mo'dada turmasa bo'lmaydi a'zo. Bu bedenimizda issiqlik eshib ketsin bo'lmaydi, suvoq eshib ketsin bo'lmaydi. Jigar degan qonning orasida turgan, ho'l turgan narsa. Shuning uchun bu nam turmasa bo'lmaydi, suvoqni qo'shilib turmasa bo'lmaydi. Biz issiqlab qolsak yaram butni suvoq o'tib ketsin yaramamiz. Shunga o'xshash gap. To'g'ri, jigarni mayqaplash, go'sht kebabni ko'p yeyish, mayliq tomoqni ko'p yeyish issiqni siqishlar munosabatli. Lekin hammasi unday emas. Hozirgi jamiyatimizda ko'pinchimizning shu go'sht kebabni ko'p yeganlik bilan munosabatli. Lekin ba'zi qarindoshlar bor. O'zi nayt uruq go'sht kebab yemayotgan, ko'ngli suvoqdan tortgan, to'xtamay suvoq tutgan. Tekshirish qilsa jigarni mayqaplab deb chiqdi. Bu nereden butu? Bu jigarga haddidan ziyada uzun muddat suvoqlik qilgandan keyin jigarning mizoji buzilib, biz oldin filmda so'zladik. Jigar degan qonni tozalaydigan, qonni suzadigan bir reis a'zo, suzgich a'zo. Bu qonni suzdi, qonni tozalaydi. Siz bunga to'xtamay suvoqlik qilib, buning mizojini buzib qo'ysangiz, buning qonni suzadigan, qonni tozalaydigan iqtidorini masla chiqibdi, iqtidor chekinibdi. Shuning bilan shu süzməkçi bo'lgan, tozalamoqchi bo'lgan axlatlar jigarning o'zida o'ynab qoldi. Burun eshakning yuki ig'ir degandek, bu ishni qilib bo'lmagandan keyin o'zida to'xtab qoldi. Masalan, ayoq o'stanga bir axlatni süzsunda bir süzgichni qilib qo'ygan bo'lsak, bu axlatni süzdi, lekin bu axlat mishal yig'ilib, barbara suv teshib chiqdi o'stanga. Bunga o'xshash, jigarning o'zida mush axlatni yig'ilib qilib, jigarni mayqaplashga kelib chiqardi. Shunga jigarga to'xtamay suvoq qilib qoldi. To'g'ri bek so'zlaydi. Piyazni anda yesangiz o'tdi, xasini achchiq so'zlab qolib manda yesangiz o'tdi, qatiq yumg'oq so'zlab anda yeb bersangiz foydasi o'tdi. To'g'ri, sinomay foydasi o'tdi, lekin hech kim kunda yang degan gapni qilmadi. Shu vaqtingizni qatiq iching, shu vaqtingizni piyoz yang degan gapni qilmadi. Buni uqub qildi, sababini uqub qildi, mendan nima sababdan bo'lyapti bu kasallik degan uqub qildi. Piyozni yeyversangiz bu yel narsa, oshqozon bir yarim tutdi, yel paydo qilib qo'ydi. Achchiqni ichiyversangiz qandagi may suyuti to'g'ri. Lekin qanda may bo'lmasa bo'lmaydi, qon suyulib ketdi, qon sug'ib ketdi. Buning o'zqanisi to'xtamaydigan bir yana pichoq kes to'xtamaydigan ish chiqib chiqdi. Hammasi o'zining joyida bo'lsin qarindoshlar. Oshirvatmaydi. Bu qatiq, samsaq, piyoz, xasan degan bir yemaklik qarindoshlar. Bu doğru emas. To'g'ri yesak foydasi bo'ldi. Kesal bulab-bulashning oldida oz-oz alomat ko'rgan yesak bo'ldi. Shunda kesal ig'irlab qolsa qatiq ichib saq etmadi. Ay qatiq ichib saq olgan bo'lsa, doktorxona binolar 8-10 qavat bo'lib ketmaydi. Bir yemeklik qarindoshlar, bak cho'ng ketib ketmaydi. Normal iste'mol qilsak bo'ldi. Buni yeyversangiz bu sog'liq narsani börekni so'g'itib qonni so'g'itib oshqozonni so'g'itib balyotni so'g'itib bu ishni qarz qilmayli bilib turib qildi qarindoshlar. Mendagi bu jigarni mayqaplash nimadan bo'lyapti? Masalan, o'zingizda o'lmeyvichini ko'p yeyotgan, so'g'oq ichimlikni ko'p ichgan, o'zingiz haddan ziyada uruq, aroq tomoq bilan haplashgan ahvol bormi? Mushunda ahvol ostida jigarni mayqapladimi? Manda bo'lgan bo'lsa, mendagi suvoqlikdan jigarning iqtidori chekinib ketganlikdan bo'lgan mayqaplashga o'xshaydi deb, mushuni munosabatga olishdi. Yoki men go'sht kebabni ko'p yemdimi? Sirtdan bak uzuqlanamdimi? Qo'rma tomoqni ko'p yemdimi? Mayliq tomoqni ko'p yemdimi? Manda hol bo'lgan bo'lsa, suvoq qilsak bo'ladi. Lekin bu o'zining normada dattat butun. Bu 5-10 yilda paydo bo'lgan jigarni mayqaplashni, qon quyuqlikni 5-10 kunda, 1 oyda suvoq qaytib bo'lmaydi. Shunga hammamiz o'zining retida bo'lsin, o'zining doirasida bo'lsin. Sağlam aqlimni vaqtida xarid etib qo'ysangiz, qo'sh belgisini besib, meni qo'shilishni tutmadim.